Hammaga salom. Hamisha bugun men yana Astrocraft'dan bugun bizni nima qilishim deyman? Sandoniy qishog'idami? Yo'q, bu qayerdan kelib qoldi? Mana. Pulimni olaman. O'zi pulim kam qoldi. Magazinim bor edi. Taq. Tushmadi. Mer kelibdi-yu. Nima? Labbay mer. Pulingni qachon berasan? Qanaqa pul? Anaqa. Mana mana shu arendagi qo'yganman, to'g'rimi? To'g'ri. U bir stak puling qani izumrud. Voy, bir stak izumrud esimdan chiqib qoldi hozir. Mana shular balki men magazin qurdim. Bu magazin endi yopildi. Sababi minus ketdim. Ovqatlar turibdi haligacha. Minus bo'lib ketdim, mana shu joyni sotdim. Mana. Bir stak degancha, mana bir stak beraman. Yo'q qo'y. Yana kimlarga kirib ketmasin. Shunchalik emas o'zi. Mana bir stak. Yetgancha bir sakos, ikki stak nimaga? Oldinga oyam bermadi. Hop, keyingi oy beraman. Hamma bo'ladi? Yo'q. Nimaga? Sen uydan haydalasan. Yo'q, qanaqasiga? Haydalasan dedimi, haydalasan. Ikki soat topmaguncha haydalasan. Narsalarni ol. Rostdan haydaldimi? Da, haydaldi har doimda. Har doim nima? Har kuni haydalmaymi sen o'sha? Nima deding? Yashas. Bu narsalar nima bu? Mana haydashyapmish. Uyimda. Oh my god. Yo'q, narsa. Men fakkara bo'ling. Bekor taxtalarimni sotarimanda yana. Kelinga qo'y. Ro'manommi? Bir stakni qo'yib ket. Kerak emas. Ikki soat olib kelib keyin qo'yma. Hop. Bo'lmash bugundan boshlab bana Astro Minecraft, bo'lmash Minecraft'larni qo'yishdan bo'ladi. Qattiq yashayman. Uy topish kerak, uy. Joy topish kerak. Anta qishloqlik qilib yashaydi. Bu hamma uyi bor. Kilisa. O'zi mer yangilangan. Oddiy yetilida hozir millionerga aylandi. Kallang yo. Mana biz qattan bo'lsam joy topishimiz kerak. Biz hozir loyihamiz. Nima yana qattiq nima deyapsiz? Boshqa iloji endi. Loyiha yasashda. Lapatga bo'lganda ham mayli. O'zi bir blok. Taxtaman o'zi bir blok. Hatto taxta ham mana bor. Shunchalik ham kambag'alman. O'zi yaxshi yashayotdim. Mana shu mer keldi. O'zi arenda 32 ta izumrud edi. Mana mer kelib juda oshirib yubordi. Endi qurishni boshlaymiz. Kichkina kulba ham bo'laman. Bir stak ketmayapti. To'xtayman hozir. Hozir olasizlar, lapatka bilan qasib kelaman. Ungacha video to'xtatiraman. Sababi buni qurishim sizga qiziq bo'lmasligi uchun video o'chirib turaman. Obunachilar mana 32 ta loy qasib keldim. Qattan sizlar vashshi uzoqdan qasib keldim. Bu
qishloqda qolsa mer ruxsat bermaydi, shuning uchun bu ham mer ko'rib qolsa mana shu yo'q deganini o'ldiradi. O'zi loyim kam, yana ko'rib ketganman. Mana kulbam nimaga chiqadi shekilli. Ben kuruşu yemin de işte bu üstü boyamlayayım. Böyle. Ben de iki değişiyorum. Kuruşu yemeliyim ya. Kuruşu yemeliyim hatta. Ucu hangi ders yaptı var mı? Ucu. Nerede ben like atayım? Şimdi mesela hazine göründüğünde burada sizler abone olmayı, sahabat bizi yakın arkadaşlarımızı kanalim rivojlanmayapti nimagadir. Sababni o'zim bilmayman. Qo'ydi yana men asosiy asosiy ketdi. Mana o'sha joydan chiqamiz. Domini yopishni boshlaydi. Neydir? Shunda 20 millioncha pulim bor edi. Hammasini ishlatordim. Biznes uchun ishlatordim, lekin biznesim o'xshamay qoldi. Shu bilan sotishga to'g'ri kelib qoldi. Biroz ko'p narsa bo'ldi. Sizga video olmadim sababi. Xullas nima bo'lganini tushuntirib beraman. Xullas men zakaz qilgan narsalar ichidan narkoman chiqib qoldi. Dori. O'sha narkoman dori chiqib qoldi keyin politsiya bilib qoldi, keyin politsiya meni olib ketdi. Keyin nechidir rochi qamoqda yotdi, o'tirdi. Mana shu hikoyam. Va shu bilan keyin magazinim yopildi. Pulim bor edi. Keyin bankrot bo'lib ketdim. Mana shu narsalar bilan video ham olamadim qishlog'imda. Xullas, obunachilar shunaqa gaplar. Hattoki eshigim ham yo'q. Aşağı duramayacağım. İyi top geliş yeri var ya. İki tane var ya. Sandığım yine sana koyayım. Tam. Men bilan men oldiga borib keling, o'sha turibdi haligacha. Hadi. Yo, men sen nimaga o'tiribsan? Biroz ishni qo'rqmayman. Yo'q. Kelganmagan narsani sindirib tashlaydim bor. Sindiraman, hozir o'zingni tashlayni sindiraman. Hop. Tegma menga. Ot tegib ketdi, ishini olib. Eshiga tegma. Bu men narsam endi bugun nima tushundingmi? Bir istak pulim berib ketaman, hozir ketdi yuraman. Kallanni oyam. Savol endi. Uyim qani? Qani uyim?
Yo'q. Yo'q, obunachilar, men uyimni yo'qotib qo'ydim. Men uyimni yo'qotib qo'ydim. Obunachilar nimasi bu? Uyni yo'qotib qo'ygan odam. Iya. Nimasi bu obunachilar? Uyimni yo'qotib qo'ydim. Ana ala degani mana. Shu bitta eshikni nima qilaman men hozir? Endi ikkita loy kerak. Mashta seziladi. Yetimi? Yo'q. Mana uyga normal chiqaman, hech bir qo'yasizlar. Bitta sandig'im, bitta yastak, bitta kravat. Hozir men uxlayman. Mana yomon uxlayman. Ertalab bo'ldi mana shu uyda. Quyosh ham chiqibdi o'sha. Mol haligacha mana tiqilib turibdi boru. Asabki so'yolingga otib, lekin qishloqlar ko'rsa o'zini so'yoladi. Bir stak pulni topishim kerak. Kecha anaqa meni konchi. O'zim ham konchi edim. Kim bilmasa bilib qo'ysa. Kelka olaman. Hozir bir stak tosh qasib kelaman. Qayerdan bo'lsa hamki. O'z bir stak tosh 16 izumrud. 16 izumrud. Tasavvur qilsam izumrud. 16 ta izumrud. Bir stak tosh. Shunchalik qiynalib qo'yaman, pul kam beriladi. Mayli, mana shu pulim bor. O'shani ham izumga aylantirishim kerak. Kon qani bitta, kon bor edi-yu, tosh. Mana shunaqa qaraydi. Kon topaman degan kon bor edi lekin. Esimga qoldi. Bir stak qaziymiz. Qani edi ko'mir chiqib kelsa. Bag bu qoldimi? Yo'q, hozir o'rnatdi. Men pastga qo'l bor ekan shekilli. Bag bu qoldi shekilli. Shu putuk ko'mir yo'qda. Ko'mir bo'lganda ham mana edi. O'zi temir chiqib kelsa, normal pul berishadi boru. Bir stak qaziymiz. Yo'q. Nima bu? Anaqa yo'q nima edi? Nomi esimda yo'q, lekin mana shu. Ko'p. Nechta? 28 ta. Normal. Pulim bir stak qolishi, 2 stak qolishim kerak. Buning uchun qattiq mehnat qilishim kerak. Qattiq mehnat. Hali bir stak ham bor, lekin shu temirimni kuchi o'zib ketdi. Mana. Shu temir saplasam keyin yana kelgasi bo'laman. Pastga qazolmayman. Sababimiz vakkilam yo'q. Loy yana. Mana bir yo'q. Omadli bo'laman. Yo'q, bitta emas. Ko'mir. Chiqmasa bo'lmaydi mana. Nechta bu bitta? Vochchubim. 10 ta chiqdi. Yo'q, yaxshi. Yo'q, yana ko'mir. Yoshi ko'p bo'lganshi. Yigirma 2 ta bo'ldi. Tepada ham ko'mir bor. Yana ham narada ham bor ekan. Bo'lishi kerak, 25 dan mani. Endi bilan sotib kelishim kerak. Qattan ochilsa aytayim. Bu vashi o'zi. Ni qilaq chiqaradi. Tabiiy qoldim. Shirkam boshqa shayga silib ketdi. Lekin bitta topaman mana. Lazim sotib kelmaslar. Men kamerani o'chirib turaman. Chunki zarakasam vashi kam qoldi. Mana juda men qaytib kelman.
O'zi ham 1 soatlik yo'l, keyin yana qaycha 1 soatlik yo'l. Ровно 3 soat ketdi. O'sha yerda 1 soat bozorda qolib ketdim. Sotish qiyin bo'ldi. Mana 1,5 stak emas, lekin 1 staku 5 ta ezimlik oldim. Endi uyimni qidiryapman. Yozib o'zingizga keldim. Shunday deb ana bu bo'lib qoldi. Uyimda 1 stak bo'lsa, meriga berib sen yashiramiz uyimizda. Nega uyimizni sog'ib ketib, vashi sovuq ko'cha emas, uy, zax. Nasamni olib. Ovqat shekilli, ovqat bu. Qanaqadir g'alati ovqat. Bunaqa shaharda mashhur bo'lgan ekan-da, senga olib ko'raydi. Olib kelib qoldi senga. Fakkilarni ham olib ketamiz. Men aytish bo'yicha bitta yetimlar, kambag'allar kelar ekan bo'lmishlar. Mashga. Rosa bo'lmishlar kelar ekan. Qaysidir kuni. Yo'q, sakr chiqaman mana shuncha vaqtimni oldimmi? Eshik ham oldimmi? Ammo ketdi. Uyam yaqingina. Qurganim yaqin ekan uyga. Men qutqamaningmi? Yo'q, kutib nima qilaman? Sahar ko'mash bo'lsa, kechqurun uxladimi? Ko'chib yuraymi? Ko'chib yur, faqat pulni berasanmi? Ha, beraman, hozir. Narsani qo'yib oling. Ha. Bersang, qur. Bermasang, o'zi yana haydalasan. Tomon haydalasan. Beraman, men aldamayman hech qachon. Yo'q, endigina keldim bu joyga. Mana bu 1 stak, bu 1 stak mana. Menga ketdi. Mana 1 stak. Yo'q, 2 soat qanaqasiga? Oddiy, просто zerikat. Ko'p topoldim shunga. U magazin qo'yibdi. Magazin? Nimaga? Bugun namoyish bu mani magazinmi? Boshqa narsa sotib oladi-yu. Bu mani kam bo'ladi. Yo! Bu kim mana nima qiling? Endi o'z butga magazin qurmoqchimisiz? Yo'q, butga men alkogol sotadigan joy qurmoqchiman. Alkogol? Hozir yeyapmisan, alkogol men o'zim kimyo'ni qanaqa sotdim? Shunaqa degani. Alkogol bo'lsa sen xamat olaman bor-ku. Bo'pti, mer yo'qolarsa. Yo'qmasa turingizlar. Yo'q hal. Hop, hozir. Mana meram yo'qoldi. Yo'qotdim o'zim. Qasamga ketdi bu yana. Mayli, o'mrashli. Ya, taxtalmashashim kerak. O'rmashda shuni qo'rganman. Xullas, o'mrashli hammaga xayr. Sizlar bilan Astro Minecraft bo'ldi. Hammaga xayr. Yetgancha bugun juma muborak. Esimdan chiqib qopti. O'zi jumadagi olma. Bilsanglar. Juma bo'lganga ancha bo'ldi. Soat. Biz jumadagi olmanda. Biz hammaga xayr. Agar yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqin bizni 40 ta bo'lamiz. 40 ta bo'lib ketadi. Hammaga xayr.